Rahmat uka. Ismoil, opang ham o'zicha ishga kirib kecha Damas'da bugun Nexia 3 ta mahallagacha olib ketdi. Oxiri baxayr bo'lsin-da. O'zi ayol kishini ishonib ko'chaga chiqaradigan zamon emas. Chunki ko'chada ayol kishini yo'ldan uraman degan pastkashlar to'layapti. Men shuni aytaman, oshnalar. Hozir Xudo biladi opang mana shu mashinada nima ishlaydi qilib kelyapti. Bu mashinadagi ham pastkash bo'lsa, opangni turishini qarab uyigacha yetalab ketdi. Ha, to'g'ri. O'shaning uchunmi ayolimni ko'chaga chiqarmayman oshna? Abdurashid, seni ham opang shifokori kecha kuni ko'rdim, yangi jentradan tushdi. Qaydan bilamiz uni, hamkasbimi yo boshqami? Ey, meni opam u. Opam haqida to'g'ri gapir. Qo'lingni ol, gapirib qo'yding, menda eshitasan. Hammangga gapim bor. Hammangda ham oilangda onang bor, singling bor. Senlarga qanchalik qadrli ular? Bu ayol ham oilasi uchun qadrli. Senlar nimaga asoslanib bu ayolni yomon otliqqa chiqarib qo'yapsanlar? Abdurashid, hamma ayollar ham sen aytgandek yomon bo'lavermaydi. Nima, ular xoyu havasga ishlayapti deb o'ylayapsanmi? Ishlashga majburdir, oilasini kamchiligi bordir, turmush o'rtog'i bemordir, erini ozgina ishlari yurishmay turgan bo'lsa, men ham yordam beray, farzandlarim yaxshi yashasin deb ishlayotgandir. Bu ayolga keladigan bo'lsak, Otabek, sen buni qo'shnisisan, sharoitini juda yaxshi bilasan. Eri birinchi guruh nogironi. Bu chiqib ishlamasa, oilasini kim tebratadi, farzandlarini kim boqadi? Senlar shularni bilib turib o'zing bor yordam qilmayapsanlarmi? Orqasidan g'iybat ham qilmalar.